Assalomu alaykum, qadrli Azbek Rashtovich kanali obunachilari. Bugungi sizlar bilan darsimiz bu Figma dasturi haqida bo'ladi. Figma darsimizning birinchi darsi bu to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan loyiha qilishga o'tib ketamiz. Bundan oldingi darsimizni yozib YouTube'ga qo'yaman yaqin kunlar ichida. Bu bizga nolovoy darsimiz bo'ladi. Bundan oldingi yozib o'tgan darsim. Figma dasturini o'rnatish, undan foydalanish haqida menimcha ko'pchilik bilsa kerakligi uchun biz to'g'ridan-to'g'ri hozir Figma dasturiga loyiha qilishga o'tib ketdik. Agar kimdir Figma dasturini o'rnatish bilmaydiganlar bo'lsa yoki uni qanday o'rnatishni bilmaydiganlar bo'lsa, batafsilroq video dastur qilib chiqarib beraman. Shu uchun endi biz hozir vaqt sarflab uni o'rnatish, undan foydalanish haqida qo'llanma qilmadik. To'g'ridan-to'g'ri birinchi darsimiz bu bizga loyihalar bilan ishlashni boshlaymiz. Diqqat bilan qaraymiz. Mana bu Figma dasturini bizga ko'rinishi mana bu yoqqa maniki akkauntim turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta Figmadan foydalanishimiz uchun bizga akkaunt kerak bo'ladi. Bu mana Figmani desktop applikationi kompyuterdagi dasturi. Albatta sizlarga ham yuklab olishni tavsiya qilaman Figma desktop application'ni. Figma onlayndan foydalangandan ko'ra, webdan foydalangandan ko'ra desktop application'dan foydalanganimiz anchagina yaxshiroq, qulayroq. Hop, nima qilamiz? Birinchi loyiha yaratamiz. Create degan tugmani bosganimizdan so'ng dizayn faylini bosib kiramiz. Mana bizga yangi loyiha ochib beradi hozir, ko'rishingiz mumkin. Mana bizga oppoq listni ochib berdi. Mana shu joyni o'ziga biz loyiha qilishni boshlaymiz. Bizga qanaqa loyiha qilamiz desangiz, mana bu ko'rinishda qilishimiz kerak bo'ladi bizga, ko'rishingiz mumkin. Xudo mana shu ko'rsatishimiz kerak sizlar bilan bugun. E'tibor bersak, bizga nimalar bor? Bitta sahifamiz bor. Bu birinchi sahifamiz home sahifasi, keyin login sahifasi, keyin esa registr sahifasi bor. Demak, registr tugmasi bosgan paytda bizga registratsiya degan bo'lim ochilishi kerak. Ya'ni mana bu bo'lim ochilishi kerak. Kelib loginni bo'lsak, login ochilishi kerak. Google'ni bo'lsa, Google orqali ro'yxatdan o'tish kerak. Va bularni biza dizaynerlar ko'pchilik biladiki, dizaynerdan bu qo'ldan kelmaydi. Ya'ni tugmani bosgan paytda sahifadan sahifaga o'tish kerak deydi. Albatta, bu narsa imkoniyati mavjud. Biza Figmada prototype degan o'zini funksiyasi bor. Mana shu funksiyadan foydalangan holatda nima qilamiz? Sahifani bir-biriga ulaymiz. Hop, bu uchun nima qilamiz sizlar? Birinchi navbatda keyin loyihani qilishni boshlaymiz. O'zimizni Figmamizga o'tib olamiz. Bitta frame ochib olamiz. Masalan, frameimiz bizga o'lchami iPhone 14 yoki 14 Pro Max yoki keyin biron bir o'lcham. Masalan, keyin iPhone 14 hamda 14 Pro Max, 14 hamda 15 Pro Max bosamiz. Mana o'lchamni qilib oldik. 470 ga 902 sahifaga nom beramiz. Screen birinchi ko'rinish ekran. Hop, mana endi xuddi mana bu yerdagidek ikkita button qo'yib olishimiz kerak. E'tibor bersangiz, bizga nima qilgan? Ikkita buttonni ham bitta hozir kelsin. Yangilab uraylik bitta sahifani. E'tibor bersangizlar, mana shu joyni o'zini ham nima qilgan? Ikkita buttonni bitta nimaga ochib olgan? Frame'ga ochib olgan, frame ochib olganlar. Xuddi biz ham shuni qilishimiz kerak. Bitta frame ichiga nima qilib olgan keyin tugmalarni taxlab olgan. Xuddi shuni qilishimiz kerak biz ham sizlar bilan. Buning uchun nima qilamiz sizlar? Buning uchun hurmatli talabalar, buning uchun kelib olamiz. Frame'ni bosamiz. Hamda bitta frame mashina ochib olamiz sizlar bilan. Mana shuni qilib olib, xuddi mana shuni ko'rinishga frame ochib olamiz. Frame'imizga rang berishimiz kerak. Afsuski bu yoqqa bizga rang berish degan tugmamiz ishlamaydi, adashmasam. Ishlasam kerak. Takrorlab qanaqa? Mana ishlar ekan. Rangini berib qo'ydik. Rangini keyin shu ochiq rang qilib o'zchalikka, keyin oxiriga rangni oq qilib qo'yaman. Frame ichiga esa button qo'yishimiz kerak. Buttonlarni qayerdan olamiz sizda? O'zimiz section orqali qilishimiz, rectangle orqali taxlab olishimiz ham mumkin. Lekin mana bu yoqda Figma ichiga assets degan bo'limga o'zini material 3D icons degan joyga button bitta boslar. Bu yoqda o'zini buttoni bor mana. Shuni ishlatib ko'ramiz. Mana button olib qo'yamiz. Qaragan bo'lsangiz, bizga mana buttonimizni sayzi 384 ga 54 ekan. Buni ham xuddi shunga qo'shishimiz kerak. Kelib olib 384 ga 54 ga qo'shishimiz kerak. Xo'p, 384 ga 54. Taxlab olamiz. Mana shu keltirib qo'yamiz. Mana shu qilib qo'yamiz. Hamda buni bizga ichiga nimalar bor edi? Mana bu yozuv bor edi, adashmasam. Yozuv olishimiz kerak. Yozuvni olamiz. Bu yozuvni o'chiramiz. Mana. Keyin undan keyin esa bizga mana Google'ni
logotip bo'ldi. Buni ham logotip olishimiz kerak. Endi vaqt sarflab mana internetdan olib kelib o'tirmayman-u. Tayyorni yonidan borib olib kelamiz. Ya'ni vaqtni yutishmasdan. Hop, yozuvni nima qilishimiz kerak? Yozuvni kelib olib, qiti turib qo'ysak ham, voy, uzun kechasizlar. Hop, yozuvni endi surishimiz kerak edi. Mayli, shunday tursin bizga. Nazariyani. Tursin, tamam. Hech qanaqa muammosi yo'q. Keyin ketdik. Keyingisi bizga qaraymiz. Yana bitta batton o'lchamiz. Bu battonimiz bizga keyin o'lchami. Nima ekan bizga o'lchami necha ekan? Hop, bu battonimiz o'lchami bizga 171 ga 44 ekan. Yana bitta olamiz. Bitta batton yana bitta olamiz. Endi buni o'lchami bizga necha? 171 ga 44. 171 ga 44. Bu battonimizga keyin yozuvga berishimiz kerak. Login. Buni ham keltirib mana bu talab qilamiz rolikni qilib. Va yana bitta batton olamiz. Va bu batterimiz ham xuddi shuni, ya'ni 171 ga 44, 171 ga 44. Va batterimiz ham tahlil qo'yamiz ana shunaqa qilib olib, mana bir xil chiziqqa. Va bu batterimizdagi label emasu, nima bilan qo'y, o'zbek kechasida. Tagina. Yoki registr. Tahlil oldik. Hop, batterimiz mana bu yerda bo'ldi. Mana batterimiz tahlil oldik. Ana endi qaraydigan bo'lsangiz, mana bu batterimizning rangi bizga oq, qanday yozuvi qora turibdi. Kelib bo'lib yozuvning rangini biz qora qilishimiz kerak. BlackBerry bo'ldi. Mana yozuv qora bo'ldi. Keyin tomosha bergansiz. Mana bu login degan yozuvimiz rangi ham bizga qora. Buni ham kelib olib blackni tanlaymiz. Hamda buni orqa foni bizga qanaqa rang edi? Battinimizni orqa foni bizga ya'niki oq edi. Endi bu yerdan nima qilamiz? Bosib turib, mana oq qilib oldik. Keyingisi buni battinimizni rangi bizga yashil edi. Adashmasam shunaqa rang edi. Lekin mana bunaqa rang edi. Mana 2B87661. Buni ham olib turib, fill degan joydan qo'shib, mana bu yerdan rangni tashlab. Mana zo'r, ajoyib. Va oxiriga esa bizga nima qilishimiz kerak? Mana bu yerdagi frame'ni rangini orqa o'zini ardonga oq qilib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Keyin e'tibor bersangiz bizga battinimiz rangi bor, chizig'ini rangi bor ekan. Mana battinimizni bu yoqqa rang bermoqchi chizig'imizga strakani bosib turib, mana bu yoqqa mana qiladigan bo'lsangiz tahlab oldik. Keyin e'tibor beramiz, batterimizni bizga nimagadir muammosi chiqib qoldi buni. Muammosi chiqib qoldi batterimizni. Hop, 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 hop. Hop. Ana endi nima qilgan bu yerda bu chetlarni borderlarini taqlashimiz kerak edi. Borderlarni keyin chiqamiz. Keyin bir 20 qanaqa borderlar. Endi baribir chiziq turibdi buni. Chiziq turibdi. Chiziq turibdi. Lekin mana bu chiziq bilan qarang kelib mana shu muammo bo'ladi. Hop, 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 hop. Hozir ko'ramiz. Mana shunchalik shuni tursin hozir. Ko'ramiz keyin taxlaymiz buni ham. Keyin bitta internetdan bitta unaqa olamiz. Login sahifasini login image deb bitta post beramiz. Mana bu yerdan o'tib olib, login sahifasiga aloqador bo'lgan bir rasm olib qo'yamiz, PNG rasm.
Masalan, qanaqa rasm chizdi? Shu bizga qaysi xohlaganimiz o'zi yana rasm tanlaydigan holatga emasda, hozir holatimizda. Masalan, olamiz mana shu. Albatta, PNG rasm bo'lsa, bu albatta zo'r bo'ladi. Rasmlarimizni PNG turga olmoqchi bo'lsak, adashmasam mana shulardan hammasi PNG chiqadi. Masalan, olamiz mana shu PNG. Mana shu olamiz. Kopiya qilib olamiz, bu yoqqa tashlaymiz. Ajoyib turibdi. Hech qanaqa muammolarsiz. Hop, endi taxlaymiz buni, anaqa qilib olib va qo'yamiz shunaqa bo'ldi. Mana birinchi sahifani taxlab oldik. Keyin endi ikkinchi sahifaga o'tamiz. Ikkinchi sahifamizga nima bo'ladi? Ikkinchi sahifamizga bizlarga yanaki xuddi shu narsani kopiya qilib olib, yanaki screen birimizni, image'nikini screen bir ichiga tashlab qo'yamiz. Mana image screen bir ichida turibdi va screen birimiz. Xuddi shuni Ctrl C qilib olib, Ctrl V qilamiz. Mana yana taqilib, keyin yana Ctrl V qilamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Bu bizga screen bir, keyingisi bizga login, undan keyingisi esa nima? Registr. Uchta unaqamiz bor, frame'imiz bor. Buni sahifamizga esa buni o'chirib tashlaymiz. Qaraymiz, o'zimiz tugmamizga nimalar bordi. Bu sahifamizga mana bu narsa bordi. Shuni olamiz, Ctrl C qilib olib, bu yoqqa tashlaymiz, Ctrl V qilib. Vaqtni unutish maqsadida deyapman. Hammasi bitta-bitta yozib o'tirmaymiz. Kerakli bo'lgan joylarni olib, o'zgartirib tarab qo'yamiz. Hop. Login degan yozuvni ham olamiz. Tashlaymiz. Rangi buni oq edi, bu rangini qora qilishimiz kerak. Bu uchun mana bu yerga kelib olib black tanlaymiz. Keyingi sahifamizga xuddi shuni yana o'tib olamiz. Registr degan sahifasi edi. Bu adashmasam shuni registrga kelib olamiz. Buni ham Ctrl C qilib olib, bu yoqqa qo'yib turib Ctrl V tashlaymiz. Tahlab olamiz, anaqa qilib olib, frame degan yozuvni olib tashlaymiz va registr degan yozuv. Rangini ham buni ham oq qilib olishimiz kerak. Qora desam oq deyman. Hop, e'tibor beramiz keyin nima qilishimiz kerak? Hop, tahlab oldik. Mana endi registr degan sahifasiga orqaga ketish degan button bor, tugmasi turibdi. Buni ham tahlab olishimiz kerak, orqaga ketish degan tugmani. Bu uchun nima qilamiz sizlar? Hop, buni ham Ctrl C qilib olamiz. Bu yoqqa tashlaymiz buni ham. Teppa qo'yib chiqamiz, mana shu yoqqa qo'yamiz. Bu orqaga qaytish degan tugmamiz bo'ladi bizga. Bu tugmamiz vazifasi. Hop, ana endi mana endi nima qilamiz sizda? Hop, bu yoqqa bizga registr sahifasiga create account degan olamiz kontlarni. Bu yoqqa o'shani tashlaymiz. Bularni hammasini o'chiramiz. O'chdi, qayta tashlab qo'yamiz. Bularni olib ketib qo'yamiz bu yoqqa joyiga. Mana bu yerda. Login degan sahifasiga esa nima bo'lishga bizga mana buni o'tirish kerak edi. Bularni ham olamiz, Ctrl C qilib olib, bularni ham tashlaymiz. Mana bu tahlab olaylik. Hop, keyingisi, keyingi qilmoqchi bo'lgan ishimizlar bilan nima bilan desangizlar, tahlab olganimizdan so'ng login sahifasiga kirgan paytimizga yana endi nima qilishimiz mumkin? Yoki agar parolimiz esdan chiqqan bo'lsa, bizga o'sha yangi akkaunt ochmoq bo'lsak, yana biz nima qilishimiz kerak? Login sahifasidan qaytib nimaga o'tishimiz kerak? Registrga o'tishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz sizlar? Registrga qaytib qanday o'tamiz sizlar? Buni ham yo'li oson. Buni ham yo'li oson. Mana bu yerga kelib olasizlar-yu. Mana forget password o'chiramiz-u. Nima deymiz? Create your account. Bu yangi akkaunt ochish degani. Buni bossak login etish kerak. Buni bossak bu yoqqa o'tish kerak. Bularni qaysidir bossak bizga bularga o'tib ketish kerak. Mana tahlab oldik. Osongina o'zimizni proyektchamizni. Endi shularni bir-biriga ulashimiz kerak. Qanday ulaymiz dedi. Mana bu login yoqmay turibdi menga.
Loginni hozir bir bo'la uyg'otishimiz kerak ekan. Bo'lmasa muammo tug'diribdi bu. Nima olib qani chizig'ini? Rang berishdan keyin oson usul. Eng nimamiz rang berishimiz kerak bo'ldi. Va hech qanaqa muammo chiqmaydi. Tamam. Rang berib tanlab qo'ydim. Endi ishni boshlaymiz, ulashni boshlaymiz sizlardan. Ulashni boshlaymiz. Keyin buni registr, buni login deb qo'yaman. Keyin ko'pchilik e'tibor bermaydi mana bu yoqqaniki layers degan bo'limga, ya'ni layers degan bo'limga e'tibor berishimiz kerak. Hammasini to'g'ri bir-biriga ulab qo'shishimiz kerak unaqa battonlarni, tugmalarni hammasini. Mana bu login, bu registr, bu bizga bu ham registr bo'lib qolibdi. Keyin buni registr demaymiz, buni nima deymiz? Home deymiz. E'tibor beramiz, home oxirga turibdi. Home'ni birinchi keltirib boshlab qo'yishimiz kerak. Mana boshlab keltirib qo'ydim. Home, login, registr. Juda turibdi endi. Keyin bu nima ekan bizga? Buni o'zi ham bizga qayerda turishi kerak edi? Mana bu registr degan sahifani ichida turishi kerak edi. Endi buni ham taxlaymiz, buni ham taxlaymiz. Buni olib turib, mana registr ichida chap qo'yamiz mana yoqqa. Mana bu yerga. Keyin bu nimada bizga? Bu button ham keyin qaysi ichida turishi kerak bizga button? Mayli, ana shu paytga ham bizga muammolar tug'diradi. O'sha paytda akkuratni tahlil qilishimiz kerak. Ya'ni papkalarni, fayllarni, sahifalarni grupga o'rab olib, hammasini o'zini joyiga tiqib qo'yishimiz kerak. Demak, bu o'zi bizga login ichida turishi kerak edi. Login ichiga ham qayerga? Mana shundan keyin olib turib tashlaymiz. Mana bu yerga. Hop. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, hech qanaqa muammosan chiqqani yo'q va hammasi o'rniga. Endi ulashni boshlaymiz, ketdik. Kelib olamiz, login degan tugmani bosib olaman, prototipga o'tib olaman va ana endi esa ulaymiz. Login bosgan paytimda bizga login ochilsin. Zo'r. Mana qanaqa qilgan paytdan ko'rsataymi? Mayli. Qanaqa qilib bir-biriga ulaymiz sahifalarni. Kelib olib tugmani olsa ikki marta bosganimizdan so'ng design degan bo'lim bor, keyin prototype degan joyi bor. Prototipga bosganimizdan so'ng ana bu yoqqa position bor. Scroll view. Keyin bu yoqqa nima turibdi bizga? Price degani bor. Price degani bosgan paytiga nima bo'lishi kerak bizga? Qaysiga o'tsin? Mana style bor, keyingisi bizga state bor, keyingisi bizga nima ekan bizga bu? Tugmani bosgan paytingami, mouse tugmani bosib olgandan keyinmi yoki touch ya'niki qanaqadir knomkani bosgan paytingga sensor bosgan paytingami bizga o'tishi. Biz nima deymiz bizga? While pressing deymiz. While pressing nimaligini bilasizlar manimcha. Shu bosgan paytimizga yoki kelib olib on tap degan nima degan on tap sichqonchani ustiga bossak bitta. Keyin on tapni bosamiz. Keyin bizga aytyapti animatsiyasi qanaqa animatsiya bo'lsin, smart animatsiya bo'lsinmi yoki instant yoki this all degani bormi? Keyin smart animatsiya bo'lsin, kurs custom bo'lsin. Mana bu yoqqa o'zimizdan yoki Cube Pager'dan aytib qo'yishimiz mumkin. Mana bunaqa bo'lsin, mana bunaqa bo'lsin, hokazo hokazo. Hop. Endi ulaymiz. Ulash uchun qanday qilamiz? Qaranglar. Ulash uchun qaytadan ko'rsataman. Ichiga bir marta bosganimiz, ikki marta bosganimizdan so'ng yana prototyping joyiga o'zi mana shu narsalar ochiladi. Keyin qarang. To'rtta tomonga mana shu plus degan belgisi bor. O'sha plusni xohlagan joydan bitta bosib turib, mana keltirib olib, mana bunga ulaysizlar. Keyin so'rayapti. On tap bo'lgan paytga navigate to bo'lsin, navigate to bo'lsinmi yoki change to bo'lsin, back bo'lsinmi yoki scroll to bo'lsinmi yoki open link bo'lsinmi, hokazo bo'lsa navigate bo'lsin deymiz. Login o'tsin. Qaysiga o'tsin deyapti? Login o'tsin. Animationimizga qanaqa smart animation bo'lsin. Keyingisi register xuddi shunday ikki marta bosib turib, register sahifasini belgilaymiz. Juda ajoyib. Keyingisi create account bosgan paytimizga gapni nima bo'lsa, akkauntga o'tkazsin. Ajoyib. Ana endi qayta login o'tmoqchi bo'lsak, bosib turib, nima qilamiz? Ajoyib. Hammasini ulab oldik bir-biriga. Ana endi keyinlar ko'p gapirmasdan nima qilamiz? Ishlatib ko'ramiz loyihamizni. Xo'p. Bu ishlatmoqchi bo'lsak, nima qilamiz sizlar? Bitta o'tamiz va ko'ramiz loyihamizni. Bizga mana shu sahifa ochildi. Ko'rishingiz mumkin. Hech qayerga o'tmaydi. Hech qayerga o'tmaydi. Buni bossak ham o'tmaydi. Qachon o'tadi bu? Qachonki qaranglar. Tugmani olsa ketilgan paytga tugmalar rang o'zgarib qolmaydi. Mana. Qachon o'tadi desanglar, qachonki men kelib olib login tugmasiga bitta bossam, login sahifasi ochildi. Creator accountga bitta bossam, creator account ochildi. Kelib mana bitta bossam, to'xtab qaytdi.
ko'rishingiz mumkin. Ajoyib bitta dastur qilib olasizlar. Mana, 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 mana. Hammasini kiritib olib, keyin bitta login degan tugma bo'lsa ham o'tkazishingiz mumkin. Mana. Mana bizaga prototip deyiladigan bizaga sahifani pejdan ulashadi. O'ylayman bu darsni tushunarli bo'lgan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyingi darslarda sizlarga bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni tushuntirishni harakat qilamiz. Hozircha bugun ko'zim ochmagan ma'lumotlar shunday iborat edi. Xayr, salomat bo'lasizlar.